Erkaklarda ham, ayollarda ham eng ko'p uchraydigan soch to'kilishi bu o'choqli alopetsiya haqida gaplashib o'tamiz. Kimdaki immun tizim juda ham o'zgargan bo'lsa, ularda ya'ni butun qosh, kiprik, badandagi tuklar hammasi to'kilib ketishgacha olib borishi mumkin bo'ladi. Kimdadir bu asab bilan bog'liq, kimdadir gen bilan bog'liq, kimdadir oddiygina fasl o'zgarishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Endi qalampir nastoykasi hammaga ham tavsiya etilmaydi. O'sha aytib o'tganimdek, kimdadir to'kilish bosqichida bo'lsa, kuchaytirib yuborishi ham mumkin. Soqolda ham shunday narsa bo'lishi mumkin. Ko'pincha erkaklarda bir 60-70% stressdan keyin paydo bo'ladi ushbu holat. Bunaqa holatda ham albatta shu joyni o'ziga inyeksiyon ukollar, ya'ni aynan shu ukoldan qilinadiki, soqolda juda ham tez effekt beradi. Bitta bemor keldi, o'sha bemorda to'kilish jarayoni ketyaptiki, 2-3 oy, 5-6 oyda asta-sekin o'z holiga qaytadi. Endi kimdadir 1-2 oy, kimdadir 5-6 oy. Albatta bu hammada individual har xil kechadi. Mayli bitta o'choqda o'sha qalampir nastoykasi yoki mazlar bilan eplasa bo'ladi, lekin ko'p to'kilgan holatda yuqorida aytib o'tgan dorilarimdan foydalangan holatda davolash olib borish kerak bo'ladi. Erkaklarda ham, ayollarda ham eng ko'p uchraydigan soch to'kilishi bu o'choqli alopetsiya haqida gaplashib o'tamiz. O'tgangi safargi videolarda aytib o'tganman, qanaqa sabablarga ko'ra kelib chiqadi va qanday tekshiruvlardan o'tkazish mumkin, shular haqida to'liq ma'lumot berganman. Endigi mavzu bu albatta davolash. Davolashda qanday dorilar bilan davolaymiz, shular haqida ma'lumot berib o'taman. Albatta bular davolashni uy sharoitida davolash mumkin bo'lgan holatlar va больница sharoitida, ya'ni vrach ko'rigi ostida davolash olib boriladi. Shular haqida to'liq ma'lumot berib o'taman. O'choqli soch to'kilishi bor, u bitta joyda bo'lishi mumkin, yoki qoshda, yoki kiprik, yoki soqol to'kilishi mumkin, yoki badanda ayrim joylar to'kilishi mumkin, yoki bo'lmasam boshning yarim sohasi yoki 5-6 ta joydan dumaloq bo'lib to'kilishi, yoki bo'lmasa boshdagi sochlar, qosh, kiprik, badandagi tuklar hammasi to'kilib ketishi mumkin. Bu hammasi bitta kasallik hisoblanadi, ya'ni o'choqli soch to'kilishi. Bularning hammasiga darajasiga qarab har xil davo choralari olib boriladi. Kimdadir bo'ladi, bir yilda bir marta yoki 2 marta doimiy to'kilib turadi. Kimdadir bir marta to'kiladi, shu bilan umuman qaytib to'kilmaydi. Kimdadir bitta soch to'kiladi-da, keyinchalik o'sha soch 5-6 oyda o'zidan o'zi chiqib ketadi. Albatta bular bu immun tizimda holatini ko'rsatadi. Kimdaki immun tizim juda ham o'zgargan bo'lsa, ularda ya'ni butun qosh, kiprik, badandagi tuklar hammasi to'kilib ketishgacha olib borishi mumkin bo'ladi. Kimdadir bitta-ikkita joy to'kiladi, lekin vaqt-vaqti bilan chiqib ketadi. Kimdadir bu asab bilan bog'liq, kimdadir gen bilan bog'liq, kimdadir oddiygina fasl o'zgarishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bundan tashqari yana ko'pchilikda o'sha joy o'zgarishi ham bo'ladi. Ya'ni ko'pchilik yozadi, Rossiyada yoki Koreya qayerdadir ishlovchilar bo'lsa yoki armiyaga borgandan keyin shunaqa dumaloq bo'lib soch to'kilib qoladi. Bunga ham asosiy sabablardan bittasi bu joyni o'zgarishi, ya'ni boshqa joyda organizm katta stress oladi. Shuning uchun ma'lum bir joylardan sochlar to'kilib qolishi mumkin. Albatta bu kimdadir o'z joyiga tushib ketadi, kimdadir umuman kattalashib ketadi. Davolash qanday olib boriladi? Albatta bu darajasiga qarab. Birinchi to'kiladiki, kichkina dumaloq bo'lib to'kiladi yoki kimdadir 5-6 ta joydan birdaniga to'kiladi. Bizga keladigan bemorlardan nima qilaman? Agar kichkina joydan dumaloq bo'lib to'kilgan bo'lsa, birinchi o'rinda traxoskop yordamida tekshirib olinadi. Traxoskop apparati bu soch ildizlarini tekshirib olish uchun apparat hisoblanadi. Faqatgina tekshirib olish emas, o'sha soch qanday davrda ketyapti, ya'ni to'kilish bilan ketyaptimi yo sochni chiqish davri bo'lyaptimi, shuni aniqlab olaman va shunga qarab bemorga taktika tanlanadi. Ya'ni sizda dumaloq bo'lib bitta joydan to'kilgan bo'lsa, agar bunaqa holatda dorilar aytib o'tganman, Elacom maz yoki gormonalli maz, Mamet, Dermovet har xil mazlardan kuniga bir mahaldan 20 kun, 30 kungacha surish mumkin bo'ladi. Yoki qalampir nastoykasi. Endi qalampir nastoykasi hammaga ham tavsiya etilmaydi. O'sha aytib o'tganimdek, kimdadir to'kilish bosqichida bo'lsa, kuchaytirib yuborish ham mumkin. Xalq taobati bo'yicha chesnok yoki piyoz o'zini suriladi, yoki qalampir suriladi, yoki lezvada tilib qo'yiladi. Bular ham albatta yordam beradi. Lekin kasallik davrini birinchi o'p tekshirib olgan yaxshi. Agar kasallik kuchli to'kilish bilan ketayotgan bo'lsa, o'sha joyda o'ziga triamcinolon ukoli qilinadi. Triamcinolon deganda u gormonal ukol bo'ladi. Gormonal ukol deganda ko'pchilik qo'rqib ketadiki, semirtirib yuboradi yo qo'shimcha kasalliklar keltirib chiqaradi deyshadi. Yo'q. O'sha joyning o'ziga qilingan ukollar
umuman inson organizmiga ziyoni yo'q. Ya'ni o'sha joyni o'ziga kiradi, o'sha joyda o'zida ishini qiladi va organizmdan chiqib ketadi. Hech qaysi organga ta'sir qilmaydi. Uy sharoitida agar qilmoqchi bo'lsanglar aytib o'tganman, o'sha elakomaz 1 oy va qalampir nastoykasi kunora, ya'ni har kun emas, kunora yoki haftada 2 yoki 3 marta surish tavsiya etiladi. Chunki ko'p surib yuborsa ham to'kilishni kuchaytirib yuborishi mumkin yoki terini yoki soch ildizini kuydirishgacha olib borishi mumkin. Menga shunday bemor keldi, nima qilaman? Birinchi o'rinda tekshirib olaman va bemorga nimadan keyin to'kildi, nima kasalliklari bor, shular haqida to'liq surishtirib chiqaman va kasallikka sabab bo'luvchi faktorlarni izlab chiqaman. Kerak bo'lsa analiz ham olib, o'sha joyni o'ziga o'sha ukol qilinadi. Bo'ldi, shu bilan bemor 1 oy davomida kuzatilinadi. 1 oy davomida sekin-sekin sochlar chiqib ketadi. Va agar chiqmaydigan bo'lsa, unda qo'shimcha dorilar, ya'ni ichki dorilar bilan olib boriladi. Shu o'rinda bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Vitaminlar, ko'pchilik o'sha vitaminlarga tekshirtiradi. Bu albatta noto'g'ri narsa, albatta bu narsa vitamindan kelib chiqmaydi. Vitaminlarga tekshirtirib, ya'ni Telegramdan tashishadi, nima sababdan to'kildi ekan bilib bering deb. O'choqli alopetsiyani sababini hech kim topa olmaydi. Uy sharoitida yoki xususiy больницаga borib vitaminlarga ortiqcha tekshirtirishning umuman keragi yo'q. Undan tashqari ko'pchilik boradida shifokorlar o'sha plazma terapiya qiladi. Albatta bunaqa paytda plazma terapiya ham maslahat bermayman, chunki plazma terapiya bu tasdiqlanmagan, ya'ni kasallikni ildizini yo'qota olmaydi plazma terapiya. Ayniqsa yosh bolalarda ham juda ko'p qilinmoqda. 10 yoshgacha bo'lgan bolalarda plazma terapiya qilinadiki, ularda og'riqli muolaja, og'riq hisobiga bolalarda battar kuchayib ketishi ham mumkin bo'ladi. Agar qilish kerak bo'lsa, faqatgina shu gormonal, ya'ni triamcinolon ukolini o'zini emas, uni ham o'zini qonun qoidasi bo'yicha eritib, teri sohasiga, ma'lum bir sohasiga kiritib chiqiladi. Aynan shu ukolgina yaxshigina yordam beradi. Soqolda ham shunday narsa bo'lishi mumkin. Ko'pincha erkaklarda bir 60-70% stressdan keyin paydo bo'ladi ushbu holat. Bunaqa holatda ham albatta shu joyni o'ziga inyeksiyon ukollar, ya'ni aynan shu ukoldan qilinadiki, soqolda juda ham tez effekt beradi. Bitta holatni aytib berib ketaman. Bitta bemorim kelganki, sochni orqasida, ya'ni Rossiyaga borib kelgandan keyin soch to'kilishi kuchaygan va tanishlarning tavsiyasi bilan qalampirni spirtga solib, qorong'i joyga qo'yib, har kuni kuniga 2 mahaldan surib yurgan. Natijada o'sha joyni o'zi, endi o'sha joy kuyib qolgandan keyin o'z-o'zidan porsildoq bo'lib chiqadi va mana shuncha yara bo'lib ketgan. Bir 2-3 millimetrlik yara bo'lib ketganki, soch chiqadigan kanalchalarni ham yopib qo'ygan. Albatta bunaqa holat uzoq davom etadigan bo'lsa, u joydan keyinchalik umuman soch chiqmay qoladi va bemorda chandiqli alopetsiyaga olib keladi. Albatta bu xalq tabobatida shunaqa narsa borki, bir kishida ko'rib qoldimi, tezdagina hamma bir-biriga tavsiya berishni boshlaydi. Xolasi, ammasi, aptekachi kim bo'lsa ham tavsiya berishni boshlaydi-da, hamma narsani qilib ko'rishaveradi. Albatta bunaqa holatda o'sha ketgan dorilaru, olgan narsalari, qilgan vaqti, o'shalarni ayagan holatda dermatologga borish kerak va to'g'ri lecheniya olish kerakki, soch chiqib ketadi. Bundan tashqari dermatolog bilib beradiki, soch qanaqa jarayonda, hali kattalashadimi yo qaytyaptimi, shuni ham albatta bilib, nazoratda qilib borish kerak bo'ladi. Albatta nazoratsiz qilingan muolaja keyinchalik butun boshdagi sochlar yoki qosh kiprikkacha o'tib ketish ehtimoli bo'lishi mumkin bo'lgan narsa. Yana ko'pchilik qaramaydiki, tirnoqlarga ham ahamiyat berish kerak bo'ladi. Kimdadir kichkina joy to'kilgan, lekin tirnoqlari g'adir-budir bo'lib, yomon bo'lib ketgan bo'ladi. Bunaqa holatda albatta yomon, ya'ni butun soch to'kilib ketishi mumkin degan holatni keltirib, o'sha miyadan o'tkazish kerakki, ushbu bemorga kuchliroq lecheniya qilish kerak. Ya'ni faqatgina o'sha odamga ukolni o'zi emas, balki qo'shimcha dorilar bilan lecheniya qilish kerak degani bu. Ikkinchi holat ko'pchilikda bo'ladiki, bitta joy to'kiladi, keyin 2 ta 3 ta ko'payib ketadi. Bunaqa holatda bemor keladi, albatta bemor bilan gaplashib, kerakli o'sha tekshiruvlardan o'tiladi va immun tizimni holati bilan tanishib olgandan keyin analizlar yordamida bemorga nafaqat ukol, balki qo'shimcha dorilar bilan ko'pchilik qo'rqadigan gormon terapiya haqida ham gapirib o'taman. Ya'ni prednizolon, deksametazon, shu ukollarni ukol emas, ichishga tabletkalar bor. Ukolni ham beraman.
mana shunday dorilar bilan ham davolasa bo'ladi. Albatta bu dorilar nojo'ya effektini kamaytirish uchun kerakli dozada qisqa vaqtda berib o'tiladiki, kasallikni o'zini yo'q qilsin-da, organizmdan tezroq chiqib ketsin degan maqsadda. Ya'ni ushbu holatda qancha siz ko'p vitamin 10 xil, 20 xil vitamin ichmang, bu kasallikni to'xtatib qo'ymaydi. O'zini haqiqiy davosi bu gormonga o'xshash dorilar bor. Ya'ni bittasi gormon bo'lsa, ikkinchisi misol Sandimun. Buni o'sha boshdan o'tkazayotgan insonlar juda ham yaxshi tushunishadi. Har xil dorilardan ichib ko'rgan bo'ladi. Aytaylik, prednizolon, dexametazon, Sandimun yoki metatrexat yoki hozirda yangi chiqqan dorilar endi ancha bo'lgan. Yanuskinaz ingibitorlar deyiladi. Tofastitinib, baristitinib, shunga o'xshash dorilar bor. Juda ham yaxshi dorilar, yaxshi natija beradi va yomon ta'siri ham kam hisoblanadi. Mana shunday dorilardan berib jarayon orqaga qaytarib olinadi. Va ushbu bemorlarda tezda o'zgarish bo'lmaydi. Misol, bitta bemor keldi, o'sha bemorda to'kilish jarayoni ketyaptiki, 2-3 oy, 5-6 oyda asta-sekin o'z holiga qaytadi. Endi kimdadir 1-2 oy, kimdadir 5-6 oy. Albatta bu hammada individual, har xil kechadi. Bo'lishi mumkin kimdadir boshni yarmi yoki butun bosh to'kilib ketadi. Bunaqa holatlarda immunodepressantlar deyiladi, ya'ni immun tizimni ma'lum bir tartibga soluvchi dorilar bor. O'sha hozirgi aytib o'tgan dorilarim bor. O'sha dorilarni bemorning tana vazniga moslab beriladi. Albatta bularni hozir har bitta odamga aytib o'ta olmayman, misol kimga qanaqa dori ichish kerak deb. Chunki bular albatta immun tizimni tushiruvchi dori bo'lgani uchun bemorni o'sha jigari, qo'shimcha kasalliklarini hammasini tekshirib olgandan keyin bemorga tavsiya etiladiki, qo'shimcha kasalliklarni keltirib chiqarmasin degan maqsadda. Aytaylik, butun bosh to'kilgan insonlar keldi. Ko'pincha o'sha tofastitinib yoki baristitinib shunga o'xshash dorilarni dozasini tana vazniga nisbatan o'lchab, qo'shimcha kasalliklarni hisobga olgan holatda berib o'taman va qo'shimcha bosh sohasiga ham muolajalar qilib 1 oyda 1 marta olib boriladi. Misol, bemor keldi, birinchi kuni tekshiruv, keyin muolajalar qilib beriladi va 1 oydan keyin bemorga qayta kelishni taklif etiladi va bemor 1 oyda kelib turishi kerak bo'ladi. Chunki bemorga har safar kelganda qo'shimcha o'sha nojo'ya effekt bermayaptimi, yo'qmi, o'sha tavsiyalar berib turiladi va qo'shimcha muolajalar qilib berib turiladi. Bemorda 3-4 oydan 1 yilgacha vaqt davomida asta-sekin sochlari chiqib ketadi. Umuman olganda boshni yarim sohasi yoki umuman bosh sohadagi sochlar to'kilib ketdi, qosh, kiprik hammasi to'kilib ketdimi, bunaqa holatda albatta dermatolog nazorati ostida yuqorida aytib o'tgan dorilarni ma'lum bir me'yorda ichib borish kerak bo'ladi. Nimaga uy sharoitida davolashni aytmayapman? Ko'pchilik aytadi, shampun yo boshqa narsa qilish kerak, yo boshqa narsa qilish, suradigan dorilar, uy sharoitida palondaqa pistonaqa qilish kerak deyishadi, lekin albatta bular butun bosh to'kilib ketgan holatda hech qanaqa yordam bermaydi. Albatta dermatologga borish kerak, to'g'ri davolash olib borish kerakki, shundagina yaxshi foyda beradi. Xulosa qilib aytaman, sizda o'choqli soch to'kilishi boshlandi va birdaniga ko'payib ketdi. Bunaqa holatda tezlik bilan dermatologga borish kerak va dermatologda kerakli muolajalarni olib, kerakli dorilarni olib davom etish kerak bo'ladi. Mayli bitta o'choqda o'sha qalampir nastoykasi yoki mazlar bilan eplasa bo'ladi, lekin ko'p to'kilgan holatda yuqorida aytib o'tgan dorilarimdan foydalangan holatda davolash olib borish kerak bo'ladi. Yana ko'pchilikda bo'ladigan holat shuki, men kutaman, ya'ni 2-3 oyda yo 5-6 oyda chiqib ketar ekan, qo'shnim aytdi yo boshqa narsa aytdi degan narsa ham bo'ladiki, agar sizda uzoq vaqt davomida, ya'ni 2-3 oy davomida hech qanaqangi o'zgarish bo'lmayapti yoki ko'payib boryaptimi, bunaqa holatda albatta tezlik bilan davolash kerak bo'ladi. Chunki butun bosh, qosh, kiprikka o'tib ketdimi, bunaqa holatda orqaga qaytarish ham shuncha qiyin bo'ladi. Ya'ni immun tizimi shunaqangi o'zgarib boradiki, unga shuncha kuchli dori berish kerak bo'ladi, shuncha uzoq vaqt berish kerak bo'ladi. Albatta bu degani kuchli dori ichib bordi degani ichki organlarga ham ziyon bo'lishi mumkin degani. Shuning uchun albatta vaqtida shifokorga murojaat qiling, vaqtida davolaning. Albatta sizni ham tanishlaringizda shunday holat kuzatilgan bo'lsa, ushbu videoni yuborib qo'ying, manfaatli bo'ladi. Agar sizda ham har qanday soch muammosi bo'lsa, murojaat qiling, albatta yordam beraman.